Assalomu alaykum. 1-7 iyun haftaligi davomida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. Jahon chempionatiga bag'ishlangan roliklar turli kompaniyalar tomonidan taqdim etilyapti va mana endi O'zbekistonda ham ushbu trend paydo bo'lishni boshladi va o'tgan hafta Agrobank o'zining jahon chempionatiga bag'ishlangan, balki nafaqat jahon chempionatiga, balki umumiy manifest rolikini e'lon qildi. 1,5 minutlik rolikda Agrobank o'sha asosiy yo'naltirayotgan posili bu har kim o'sishga qodir degan bir ma'noda juda ham bir ajoyib rolik chiqqan. Rolikda o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasining juda ham kuchli o'yinchisi Otabek Shukurov ham ishtirok etgan va uning o'sha bolalikdagi orzusi, uning o'sha o'zining bobosi bilan birgalikda maqsad sari intilganligi haqida bag'ishlangan rolik juda ham chiroyli chiqqan, juda ham qiziq chiqqan. Barchaga ko'rishni tavsiya qilaman va Agrobankka respekt. Pinterest kompaniyasi Amazon bilan $4 milliard bulutli xizmatlardan foydalanish shartnomasini imzoladi. Pinterest 2031-yilgacha Amazon Web Service AWS kompaniyasiga bulutli xizmatlar uchun $4 milliard to'lashi bo'yicha o'sha shartnomasini e'lon qildi, imzolaganini e'lon qildi. Ushbu bitim umuman Pinterest kompaniyasining tarixidagi eng katta bitim hisoblanadi va ushbu bitimni imzolashi natijasida, e'lon qilganligi natijasida Pinterestning aksiyalari 6%, Amazonning aksiyalari 1,5% ga oshdi. Bu bitimdan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha Amazonning bulutli servislardan foydalangan holatda o'sha yana bir marta bu ham aynan sun'iy intellektni Pinterestning faoliyatiga kiritish maqsadida qilingan bir bitim hisoblanadi. Ya'ni sun'iy intellekt uchun o'sha graviton va trainium kabi ixtisoslashtirilgan protsessorlarning Pinterest uchun ishlashini ta'minlashdan iborat. Ushbu infratuzilmadan asosiy maqsad o'sha TikTok va Meta bilan bo'layotgan raqobatda Pinterestga yordam berish uchun qilingan bir harakat hisoblanadi. Jahon chempionatiga bag'ishlangan roliklarni mavzusini davom ettiramiz va o'tgan hafta eng kutilgan roliklardan bittasi e'lon qilindi, ya'ni o'sha ikkita sport gigantdan bittasi Nike kompaniyasi kutilgandan-da ajoyibroq rolikni taqdim etdi desam bo'ladi. 6 daqiqalik reklama rolikini e'lon qildi va 6 daqiqaning ichida u yerda yig'ilgan yulduzlar prosta fantastik darajadagi ko'p yulduzlarni bitta rolikka jamlay olishdi. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Mbappe, deyarli Nike'ning barcha ambassadorlari ushbu rolikda qatnashgan. Rolik juda ham qiziq, juda ham dinamichniy, ma'lum bir joylari kulgili, ma'lum bir joylari o'ziga tortadigan darajada chiqqan va albatta o'sha Nike o'zini o'sha juda ham yuqori bir plankasini ko'rsata olgan ushbu rolikda. Nafaqat joriy sportchilar, balki sportni tugatgan, misol uchun Ronaldinhoni ko'rishimiz mumkin, Zlatan Ibrahimovichni ko'rishimiz mumkin va rolikda har xil joylarda, misol uchun LeBron James bilan Cristiano Ronaldo ikkalasi ham pensiyaga chiqmoqchi emasligini ko'rsatib ketishgan va umuman o'zi rolik juda ham qiziq bo'lgan. Barchaga rolikni to'liq versiyasini ko'rishni tavsiya beraman. O'tgan hafta O'zbekistonda Mobiuz kompaniyasi privatizatsiya bo'lganligini e'lon qildi. Ya'ni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Mobiuz uyali aloqa operatorini 100% davlat ulushi Amerika Qo'shma Shtatlarining McKim & Company kompaniyasi boshchiligidagi va JVR Enterprises texnologik hamkor ishtirokidagi bir moliyaviy investorlar guruhiga 100% ulush o'tganligini e'lon qildi. O'zbekistonda doim aytaman, qancha xalqaro kompaniyalar ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ya'ni Mobiuz endi xususiy bo'ldi. $351 million bu ushbu kelishuv qiymati va undan tashqari ushbu yangi Mobiuzning yangi egalari kompaniyaga yana $500 million investitsiya kiritishligi kerak. Ko'ramiz yangi operator qanchalik yaxshi ishlashini O'zbekistonda. O'zbekistonda mikromoliya xizmatlari hajmi 35 trillion so'mdan oshdi. 2026-yilning birinchi choragida O'zbekistonda mikromoliya xizmatlari, ya'ni o'sha mikrozayimlar, mikrokreditlar umumiy xizmat 35,8 trillion so'mni tashkil etganligini Markaziy bank e'lon qildi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan 17% ga o'sganlikni bildiradi. Endi bu degani bizda o'sha bank sohasi rivojlanyapti va aholi bank instrumentlaridan juda ham keng foydalanayotganligini bildiradi. Albatta bu yerda o'sha barcha banklar juda ham faol. Endi davlat banklari orasida Agrobank, xususiy banklar orasida Ipoteka bank yetakchilaridan hisoblanadi. Lekin umumiy aytadigan bo'lsak, mikromoliya tizimi rivojlanayotganligi O'zbekistonda
bir vaqtning o'zida ushbu mikromoliya instrumentlarini beradigan tashkilotlarning o'rtasidagi raqobatning rivojlanayotganligini va ularning marketing instrumentlaridan faol foydalanishayotganligidan ham bu bitta yaqqol misol bo'lishi mumkin. 1-7 iyun haftaligida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan asosiy yangiliklar shulardan iborat. Barchangizdan iltimos podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi hafta uchrashguncha.